obunachilar, mana bugun bitta joyda ishimizni tugatdik. Bo'yi 3 metr. Eni 9,5 metr. Arkafon ustunlari ham uraldi. 2 qavat oynagi bilan 16 million so'm bo'ldi. Narigi tomonda ham qilingan ekan, u tomonda aynaga oq qo'ygan ekan. Buni hozir endi aynagini yo'da o'qib bering deyapti. Mana oq aynagi bilan yo'dviy aynagida farqi mana. Yo'dviy ayna chiroyli chiqadi. O'ylaganda shiga dedim, kunlarni sendan topolmay dedim. Sen tegib, bu men emas.